Xo'sh, o'tgan darsimizda biz insert, update, delete qismlarini ko'rib chiqdik. Endi order by va shunga o'xshagan qismlarni ko'rib chiqamiz. Hop, bizga mana Semdoniyada o'tgan safar ishlaganimiz ko'rinib turibdi. Select, database yaratilgan, insert qo'shilgan va hamma talabalar o'chirilgan, update qilingan. Endi men darsni boshlashdan oldin kiritib qo'ygandim. Fakultet deb masalan chaqirganingizdan select from talabalar barcha talabani chaqirasan. Order by yosh a s k deb chaqirganman. Bu buyruq hisoblanadi. Ya'ni talabalarning yoshiga qarab sen saralaysan. Ya'ni order by saralamoq. Ya'ni yoshi 21dami? 22dagi odamni keyingiga o'tkaz. Ya'ni yoshi qancha kichkina bo'lsa, birinchiga o'tkazadi deb qo'yilgandi. Mana bu yerda shu chiqarilyapti. Keyingi men Wordda o'sha keyingi limit. Masalan, limit qo'yish. Ctrl+S limit qo'yiladi. Ikkitadan ortiq hech qachon bo'lmaydi. Keyingisi select va bu vxr yosh degani nima deganda masalan vxr bilan having degan narsa bor ma'lumotlar bazasida. Vxr bu saralashdan oldin ya'ni guruhlashdan oldin saralash. Having esa group by'dan keyin filtrlash hisoblanadi. O'zi saralash emas, filtrlash. Guruhlashdan oldin filtrlash bu where hisoblanadi. Hozir bu where'ni ishlatib ko'ramiz. Pastini bosadigan bo'lsak, mana bu filtrlaydi. Ya'ni 20 yoshdan kattasini filtrla deb berilyapti. Bu filtrladi. Keyingi buyruq Ctrl+S bu nima? Select from talabalar. Hamma talabani chaqirib olasan. Vxr ism like a. Ya'ni ma'lumotlar bazasida like, I like degan narsa bor. Like bor. I like degani bor. Like katta harfmi yoki kichkina harfmi bittasini taniydi. Eng aniq topadigani, eng aniqroq ishlaydigani like hisoblanadi. I like desa bu farqi yo'q. Masalan, a bilan kiritildimi farqi yo'q. A'ni kichkinasimi, kattasimi hammasini topib kelib beradi. Bu noaniqroq hisoblanadi. Buni kiritamiz. Ya'ni men bu yerda masalan o'zi ikkitagina odam bor edi. Shunga misol keltirdi. Bu men a harfdan boshlanadigan ismni topib ber deganda menda a harfda Alini kiritgan edim. Mana bu yerda birinchida Ali 21 yoshda, ikkinchi kurs deb chiqarib beryapti. Hop. Bu yerda select contact from talabalar. Bu yerda общий talabalar qancha? Bu yerda ikkitagina talaba mavjud ekan. Bitta row bilan ko'ryapti. Bu yerda select yosh bo'yicha topasan deyapti. Ya'ni yosh kattasini topib bersa kerak menimcha. HVG degan o'rtachasini topib beryapti. Ya'ni xo'sh 21ga 22ni qo'shyaptidan 2ga bo'lib qo'yyapti 21,5. Ya'ni 22ga 21da qo'shsak 43, 43da 2ga bo'ladigan bo'lsa 21,5. O'rtacha qiynab topib beryapti.
Ha, mana boya aytganim biz man boya aytganim, ya'ni kattasini topib beradi, ya'ni maksimalni yoshini topib beradi. Eng kattasi masalan, ro'yxatda bor. 20 yosh bor, 30 yosh bor, 40 yosh bor, 35 yosh bor, 75 yosh bor, 95 yosh bor, 105 bo'lsa 105 ni topib beradi. Hozir menda eng kattasi qaysi edi? Valimidi? Vali 22 yoshda edi. Hozir menga shu Valini chiqarib berish kerak. Maksimal yosh 22. Valini chiqarmadi-yu, lekin maksimal yosh eng kattasini topish uchun 22 ni chiqarib berdi. Bo'ldi, shu mavzu, qolgan mavzu keyin davom etadi. Keyingi mavzularimizda joinlar, left join, inner join joinlarni ko'rib chiqamiz. Keyingi darsgacha xayr salomat bo'ling.